Hozir siz 30 yosh ekansiz. 30 yosh bo'lganingiz bilan matkangizda to'g'ri mioma. Miomalarda ham intramuralniy miomasi. Miomalar o'zi 3 ta tipda bo'ladi. Sizga ma'lumot uchun aytib qo'ymoqchiman. Qanaqa? Matkani 3 ta qavati bo'ladigan bo'lsa, agar matkadan tashqariga o'ssa, subserozniy, ya'ni tashqariga o'sadi, matkani ustida o'sadi. Matkani mushak qavatida, muskul qavatida o'saydigani bor. U narsa intramural deyiladi. Matkani ichiga o'saydigani bor. Submukoz deyiladi. Hozir sizda faqatgina subserozi yo'q xolos. Butun matkangizni, mushak qavatini intramural miomalar qoplab olgan va bitta dona matkangizni ichiga o'sayotgan submukozni miomangiz bor. To'g'ri, operativniy ginekologlar tezda shu operatsiya qilsa-yu, olib tashlab qutulsa-da, lekin men terapevtический ginekolog bo'lganim uchun men sizni davolashni xohlayman. Keyinchalik farzand ko'rishingizni xohlayman. Shuning uchun oldin davolab ko'ramiz sizni. Hozir sizda bu kasallikni davolash uchun bittagina yo'limiz bor, u ham bo'lsa Mirena spiral qo'yish. Mirena spiral nima qiladi? Matkangizga bir xil miqdorda gormon sepib turadi. Shuni hisobiga mana bu sizdagi qon ketishlar, sizdagi hayz paytidagi og'riqlar qoladi. Qancha sizdan ko'p qon ketadigan bo'lsa, mana har mesishniy paytida 6 kun, 7 kunlab juda ko'p miqdorda qon ketadi deysiz-ku. O'sha narsalar orqaga chekinadi. Bir oyda 2 kun, 3 kun mazniya bo'lib surkalib o'tib ketishi mumkin. Sizda qon kelgan sari miomalar qon bilan oziqlanib o'sishda davom etadi. Endi sizga Mirena spiral qo'yadigan bo'lsak, bu narsa qonni kamaytirgani uchun bir xil miqdorda sizga gormon sepib berib turgani uchun ozgina miomalarni oziqlanishini to'xtatamiz va ba'zi miomalarni so'rilishigacha erishishimiz mumkin, xudo xolasa. Hozir 1 yilga qo'yamiz spiralni, lekin har 3 oyda kelasiz, UZI qilamiz, ko'rinib turasiz. Xudo xolasa, ulучшение ketgan sari homilador bo'lishga matkangiz tayyorligiga aqlim yetganda, men sizdan bu spiralni olib tashlayman. Siz o'ylamang, bu spiralni qo'yib qo'ydi, endi men xat bo'lmayman, men tug'maganman, nimaga spiral qo'yildi degan narsa yo'q. Tuqqan bo'lasizmi, tug'magan bo'lasizmi, baribir men shu spiralni sizga taklif qilgan bo'lardim. Chunki bu sizni reproduktiv salomatligingizni saqlash uchun, anemiyalarni oldini olish uchun, keyinchalik farzandli bo'lishingiz uchun faqat shu yo'ldan foydalanamiz, xudo xohlasa. Agar 1 yilda ham natija ko'rmasak, orqaga ketishni ko'radigan bo'lsak, unda iloji yo'q, operativniy yo'lga o'tamiz.